Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning 100 tuvan hijiljan do'stinglar yandaman. Bu filmni Izdash TV kino apchiqi alohida qo'lladi. Yaqindan yog'in nurg'un to'rdoshlar mendan Marvelning Qisaskorlar birlashmasi degan kinosini so'zlab berishimni talab qildi. Men hech kimning gapini anglamaydigan esil fazilatimni joriy qildirish uchun Marvelning raqobatchisi bo'lgan DC'ning dangli qahramonlaridan biri bo'lgan Dengiz Shohi degan filmni huzuringizga sunmoqchi. Hikoyamiz bir Biliq kentidan boshlandi. Baş personajga yomon o'xshaydigan bu odamning ismi Tom bo'lib, dengiz bo'yidan bir biliqsimon bir yaralangan qizni tepib oladi. Rivoyatlardagi biliq qiz-ku bu biliq qiz. O qizni davolab dengizga qo'yib etsam, cho'qim mening 3 talabimni qondirib berdi. Bu o'ssiz yotgan qiz bolaning ismi Atlana bo'lib, dengiz osti Atlantis davlatining xonishi edi. Haqiqatan tam o'ylagandek, bu qiz uning 3 talabini emas, xili cho'ng talablarini qondirib etdi. Hamda o'zining yurtiga qaytmay, tam bilan uy o'choqliq bo'lib, tabiat qonuniga qarshi bo'lgan shalg'utlashtirish ilib berib, yo biliq emas, yo odam emas, o'ttirib qilib qolgan odamiy hayvondan birini jahonga ta'alluq qiladi. Mana bu yeng sortliq Bilijonning ismi bo'lsa, Asir edi. Mushundaq baxtli kunlarning birida Atlananing dadisi qizimni biliqchiga bermayman. Bir biliqning biliqchini yaxshi ko'rib qilishning o'zi bir azob tursa, oxiri chiqmaydigan bundaq muhabbatlarini qo'y deb, yurut tarafdan bir nech oxranlik longshalarni avatib, qizini qaytirib ketmoqchi bo'ladi. O'zining bular bilan qaytib ketsa, to'qimchi qiz bilan podat yigitning hikoyasidek bo'lib qoldiganligini his qilgan Atlana bu uyga bostirib kirgan dengiz mahsulotlarini arvishkiga aylantirib o'tdi. Nima degan sadoqatma muhabbat bu deb turishimga, bu xotin bolasi bilan yo'ldishini tashlab yurtga tuyuqsiz qaytib ketdi. Yillarning o'tishi bilan Asir intayin sog'lom cho'ngildi. Hamda o'zining biliqlari bilan paranchalaydigan iqtidorining borligini his qildi. Esel mana, yomon bo'lsang berib shu tavshaq yaq baqa. Shundoq bir kuni Tinch okeanining osti toza tinish emas edi. Bir to'p dengiz osti qaroqchilari bir suv osti paroxotini ishg'ol qilib oldi. Dal mushunda xatarlik paytda balog'atga yetib bo'lgan choshlari sumbul, badani muskul, yo'qolan ishlarga aralashish chempioni, qasraqsiz Bilijon Asir polvon suv osti kiyimsizliklarini qutqazg'ili keldi. Asirning qasriqi bo'lmagani bilan badani intayin qattiq bo'lib, yo xanjar yo o'q o'tmaydi. Shuningga qarab ba'zida uning opsini toshbaqimikinmi deb qolaman. Dengiz Shohi deb nom olgan Asir dengiz qaroqchilarining bolasini tutib olib, ishqilik soldi. Dal mushundaq vaqtda dengiz qaroqchilarining kattibishi, "Alam, biliq degan unda qiltamaysa, o'tni qaqlab, cheban shov qilamiz" deb Asirni yerda yotqizib yutdi. Asir bo'lsa, yerdan asta qopib, kasofat dadang chon deb katta boshni ziqliqqa olib qo'ydi. Hamda suvost kiyimsidagi odamlarni qutqizib qoldi. Mana bu bizning Dengiz Shohi, xalqaro okeanlar birlashmasining bo'ansi. Tinch okeanda kanchongzi qiladigan dangliq polvon edi. Mana bu hozir ishdan tushib, o'zining hurmatlaydigan ham suydigan, turmushda baxtsiz bo'lib qolgan har bir tutgan biliqini ko'rganda, "Voy xotinimning urug' tuqqanlar ekan-ku" deb o'xshitib say qo'rib, bolasini urug' tuqqanlarning go'shi bilan oqsilliq cho'nqildigan dadisi bilan hadishab bilan aroq ichishyotatdi. "Ya bolam, men aroq toza tutmayotdi. Ekkina biliq qizdan ikkinil chaqamamsa, chiroyli bo'lsa o'tirish bersin. Asatib qasi zakoskala qilib etimiz." Xudo bu qizlar hayvon deb kaynimdan qo'g'lishib yurgan. Keyin jonan kansan deb hammamiz qichib ketdi. Shunga bolam, bak ismini oshkorlab ketmajimi? Ey, hayvon degansanmi? Yo'q, men hayvon emas, men yandim bayon. Yandim bayonmi? Unda o'z birlar rasm cho'laychi. Hayvon bo'lgan bo'lsang, baka sutib qolatdim-jimi? Shundoq qilib, hayvon mening nomimni setib, bular bilan og'ini bo'lib ketdi. Bu chaqda Jiroqdagi Shimoliy Atlantik okeanining ostida bir to'p hayshallar yig'ini jo'tatdi. Dengizning tagida og'izdan ko'pik chiqarmay gap qiladigan bir to'p shaygolar yig'ilgan edi. Ey, ma bir fantaziya kino bo'lganda ekan, suasida gap qilsam bo'laverdi. Naq gapni qila? Mening bir 8 oyoq bir og'inim botdi. Do'stlari bilan qiqos bir orshamba deb tushib ketib, ta hozirgacha yo'q-ku. Bu degan orshang emas, u degan xogo. Amsu hozir nima dedi? Bu og'ining izdirigini olay desang, mushu pinglunchidiki, pinglunqan qizlardan so'rab baq. Arsidagi biroz yevatgan gap ashini. Ey, biz insonlarga jang e'lon qilmasak bo'lmadi. Endi chikittal xogoning jidalda jang e'lon qilsak, qamdashmaydi. Biz beyliqlarimiz döt. Qamoqda shapasil mangayverimiz endi. Buning gapi tugmay turibla, Jiroqdan bir insonlarning suvosti kiyimsi to'satdan paydo bo'lib, azaldan tinish bo'layotgan dengiz ostiga qalayimqonchilik qilib keladi. Xonish Atlananing ikkinchi bolasi, Atlantis davlatining varislaridan biri bo'lgan Shahzoda Ham, Asirning ona bir dada boshqa inisi bo'lib, onasi qirg'oqdan qaytib kelib, qayta turmushga chiqib topgan bolasi edi. Shahzoda Ham chaqqonlik bilan xavfni tinchitdi. Bu ishlarni ko'rgan ko'pchilik insonlarning haqiqatan haddidan oshganligini his qilib, ularga jang e'lon qilmoqchi bo'ladi. Jobada chilashqidek kichishib, hadisini yulab uyiga ilib mangan Asirning oldiga suvdan chiqqan qizil boshliq to'ginakdan birisi paydo bo'lib qoladi. Mana bu hayday chiroy kelgan qiz bolaning ismi Mela bo'lib,
Ey to'tanglar, aranglarda bilasinglarning ismi Mila emas-ku, ha? Әтігі менің ісімім Мила deyik kelmanglar oldimga. Isminglar o'xshash chiqib qolgan bo'lsa, bilib bilmay nozik ko'nglinglarga ig'ir burmush yeb ketgan bo'lsanglar, yo'q shuda. Buni menga demay, kinoning rejissyoriga deb biringlarjimi? Mila Osirni o'zining yurtiga qaytib, podshohlik taxtini Ana bir dada boshqa inisi, yana bu Hayday qizning bo'g'is eri bo'lgan Hamdin talishga undaydi. Asir, siz derhal yurtingizga qayt podshoh bo'lin. Ham kallasidan ketib qolay deb qoldi. U hozir dengizning kuchidan foydalanib, quruqlikdagi insonlarni ham qilib o'tmaydi. Sizningcha men ashaga bosam, ammo taxtga o'ltiray deb qo'yamga yakanda deb qo'yaman. Uni uqmadim qarang. Biroq ham quruqlik chiqib qolsa, sizni yakandas qilib qo'yib qo'yib o'ltirib oldi. Baxson, yan pishig'i tiqib o'taymi arni. Siz uni asan chaqlamang. Uningga odatdagi orlar o'tmaydi. Rivoyatdagi oltin orli uni zaxmlantiraydi. Va odamni chamang ay Pamdurbash, nədiki rivoyatlarga ishinib, amaliyotga uyg'un bir gaqiling amanda. Siz ma fantaziya kinosi turib amaliyotdan yig'izib yotamsiz? Osir bu qizning gaplariga pisand qilmay uyga qaytmoqchi bo'ldi. Yerim yo'lga kelganda tuyuqsiz dengiz toshqini yuz berib, Osir bilan dotsini dengizning ichiga so'rab ilib kirib ketdi. Bu chaqda Milla Osirning qaramliqidan boshqa po'qni o'ttirdan ikkiga bilinmaydiganligini ko'rib, men suvni o'ttirdim bilib beray deb dotsini qutuldirib oldi. Dotsining burniga suv kirganligini ko'rgan Osir bu ishlarni hal qilmoqchi bo'ldi. Milaning yo'l boshlashi ostida ular birlikda dengiz ostidagi sirliq shahar Atlantisga yetib keldi. Hamda bu shaharning bir bulung qishqoqlarida Osirning kichik vaqtidagi ustozi bilan ko'rishdi. Shuncha yil ko'migan ustozning yana shunchalik shippini saqlam tug'iniga qarab, Osir hayron bo'lib qoldi. Ustoz, qattiq qiyirma yaxshi turibsiz-mi? Adam sizdek yaxshi turib, qiyirib, samirib, birnin bo'bli ketdi. Men sana nima o'rgatdim-ey? Quruqlik turib, o'zinglarning yerlik mahsulotlaridan bo'lgan Sheriyan qon tomir ichimligini anglab boqmadingmi? Bu chaqda yandan bayon tuyuqsiz gap qistirib qoladi. Voy, to'xtanglar. Nima narsakan o Sheriyan qon tomir ichimligi degan? Menmi bilmaydiganman-ku. Ey, nadan yandan bayon. Sheriyan ichimligi degan jigar va qon tomirlaridagi maylarni serishga yordam berib, qon quyuqlarning oldini oladigan bir sog'lom ichimlik-ku. Am sizlar o'zinglarning gapini qilashtiringlarmi? Men hozir tuvanki do'konga dikkinib chiqay. Ustozi uningga Atlantis davlatining qandoq qilib bugungi kuniga kelib qolganligi, oltin orning qandoq borligi kelganligi va nadishkaligi to'g'riliq saq 5 minut quruq paran qilib berdi. Yig'inchoqlab kelsak shu ikki qizga burungi bir podshoh qiqqas bir orni qo'lga tushirdi. Andan beyachiga qalayimqa yetishib qo'yib simyo'li moskib ketiblar, butun Atlantis suvini ostida cho'kib ketdi. Bular Atlantisni texnik taraq qilgan bir suv osti shahriga o'zgartirib ketdi. Shundalik gapga shu. Ustoz, naq gap keling-a? Mening demoqchi bo'lganim, arni tepib, qang degan bir nimaning bir yeriga tiqiblibat. To'satdan omning qo'l ostidagilari kelib, maytsiga vasvas urib jahonda bir menda po'yitib Osirni birdamda daboldayzo'l qilib qo'ydi. Taxt oldida chambarchas bog'langan Osir oxiri o'zining ufqsi bilan ko'rishdi. Atdiganda yog'i Osirni ufqangning uya biyalariga orni tiqib tavatgan ustozi bilan melashkisi xuddi hech bo'lmagandek ikki tarafda o'ltiradi. "Voy aka, sening naring dengizdan chiqqan. Qarara, ma bosh ko'zingning bo'lib ketganini. Sen dengizda cho'ng oldingmi yo shoshuydi-mi? Ikki to'rtal paqchilab uzishni o'ginilib o'zingni hayvon deb oldingmi? Tükürük bu sen tükürük. Ay tükürük degan simetrik bir shakl bu. Sen bir xalbirik. Bu gaplarni anglab qattiq ichiga ilib ketgan hayvon bo'ldi. Men ketay deydi. Ham mushtaqlik ketadigan ish bormi ekan deb biriga bir otmoqchi bo'ladi. Ne so'qishimiz? Ma'limizdagi bir to'noning ichida so'qishayli. Tirvatganlar tayyor beliqqa bo'ladi emasmi? Bayotin yog'i gap qilmay jim o'ltirayotgan Mela, mayoqda ikki odam o'limada bo'lsa, o'zining medoz ko'ynigini kiyib, xuddi bir ufqonga tegma degandekli bir chetda qarab o'ltirdi. Kelishish rasmiy boshlandi. Xuddi Shosin bilan Boji suvning ichida so'qashgandek, bular ikkisi qabiy so'qishib etdi. Lekin hayron qilgudek ish yo'q. Nayt kaz shu yugandagi ishqtal biliq bir-birini tishlab o'ynayotgandek ish bu. Ishlar bog'on sira Osirga foydasiz bo'layotdi. Dal mushundoq keskin paytda bayotin jim turayotgan Mela to'satdan paydo bo'lib, o'zining bo'g'is eri omni patirib etib, hayvon bilan kechib ketdi. Ko'pchilik bo'lsa, ularning chidamaslik qilganiga qarab qattiq nafrat o'qiydi. Chidimidi lappan qong, yalamadi ashlampong. Ular qatma-qat qo'rshovlarni besib o'tib, Qingtanggodan Malagoga tushib ketib qoladi. Ularning Malagoga tushib ketganini ko'rgan podshoh bu dunyoda Malagoga tushgan go'shtning tek saq chiqqanini men ko'rib boqmagan deb qo'g'lashni to'xtatdi. Lekin Mela bilan Osir bo'lsa, o'ngishli qoldi, kechib qutuldi. Hamda birlikda Sahroy kabir qumligiga yo'qolib ketgan oltin orni izlash uchun yo'lga chiqdi. Ularning saq ekanligidan xabar topgan ham kinoning boshlanishida Osir tarafidan yetim qilib qo'ygan bechora dengiz qaraqsini izlab kelib, uning suv topanchisidan birini berib, shun issivatida berib, Osir bilan suv ichib o'ynab keldi. Bu dengiz qaraqchisi ayni gong teshodek qattiq izlanib, intoyin qiqos oqsoq shay muzikalarni qo'yib, dahshat bir sat niqobdan birini yasab chiqib, o'ziga shaparang biliq deb taxallus qo'yib oldi. Men texbun chivim polvonmi debdim.
Bular ming tasdikda Sakroi Kabirning ostida ko'milib qolgan qadimgi shaharni topadi va bu yerdan burunqi marajun yasaydigan mashindan birini ko'rib qoladi. Hamda qo'lidagi oshqishni ustiga qo'yib sanjiydi. Voy, bu hech qanday inkas bermaydi-ku. Menimcha bu qurib ketdimi-ki? Buning azroq suv kerak. Voy, bu qumloqdan nereden suv topsiz ey? Sizning kallingizdan suv va deb anglagan. Azroq oriyatga berib turing, ha? Mela bu suyuq jonanning kallasidagi suvni ilib mashinani qo'zg'atdi. Lekin mashindan oltin ori emas, bir karolga o'xshaydigan birisi chiqib, vatildab ichiga so'zlab qo'yib yo'qolib ketdi. Shuncha valayatdan avar olib, mishaga xonding pen ko'gini keldikmi? Voy, bu yerda bir nim turdi-ku. Voy, men yerda bir kavasning budulkisini deb qoldim. Shuning qaraganda mashi yaqin atrofda bir yeshi bor o'xshaydi-jimi? Alaytin kelgandek bir o'ynab ketmamdi. Shunda qilib, suvda chiq o'ynab, badanni so'g'ib ketgan bu ishki yosh, yerlik gulqanlardan eg'iz tekkash oltin orining izdirigini qildi. Ular o'zimi tushunmaydigan tarixlarni bir-biriga so'zlash orqali eliq tashlab etmay endi yurgan budulkini jippuch qilib oltin orining o'rnini belgilaydi. Shu hayajonda u ikkisi bir-biriga yiqilishib, suyini iqitib turishiga iliq sat niqob chivin polvon ularning chiroyiga bir pay etibdi. Bir tup suvdan chiqqan yolg'on gongteshala ularga hujum qilishga boshlaydi. Asrning Zalahey Visa davona deganiga unmay, bag'on siri adab bu go'zal beliq kentida cho'ng ko'lamda chaychan yilib boradi. Chidag'uchiligi qolmagan Asr, sen urishni bilmaysan-kan, ey sat charpaqa, men sana ko'rsatib qo'yay deb uni yer bilan yaksan qilib etdi. Kuching yetgan odam boshliq bo'lsang-mamta, nima jong bela qilmaydi? Düşmanlarni yo'qotgandan keyin ular oxirgi nishonga qarab yo'lga chiqdi. O'ylamagan yerdan to'satdan Qora dengiz atrofiga kelganda bir to'p qiltirg'i jiq bo'lgan beliqlarni ularni qo'rishib oladi. Qutulishga faqat amal qila olmagan Asir bu yoq o'ylab g'azab yonadigan bir salyotni ilib qiltiriqliq beliqlarni ko'zdan uch chiqarib o'tdi. Ular ming bir tasdikda dengiz ostidagi quyunning ichiga yetib kirib, "G'eribjon" desa "Sanamjon" deyishib, taraf-tarafga chechilib ketdi. O'ylamagan yerdan bular yerning markazidagi g'oyibiy bir dunyoga kelib qoladi. Hamda bu yerda ko'rurmanlarni ta'sirlantirish uchun bayotin yoqi o'lib ketdi-yey, yo'qab ketdi-yey deyotgan Asirning opsi paydo bo'lib qoladi. Olam, seni sevginib chechimga oq kirib ketdi. Opa, esimda qilishcha sening cheching burundilla oqdi-ku. Hey balam, sizlar izlayotgan oltin ara, dal o'sha shoqiratmaning kaynida anglashlar qaraganda, faqat maydasiga erkak deb urgan yigitlarni olalaydi ekan uni. Gapning meg'izimligini opa, seni o'ldi deb beka-bekadan ufk ishkimiz so'qashdi. Senmi qo'pab shu orni ufkonga tiqib desang, nim bo'lib ketdi bu? Qanday ota-onaysan? Bir turkum ta'sirli quruq gaplardan keyin bu oqchash bilan qizilchash, bu tavranchash Asirning beshini qaydirib suv ostiga tushirdi. Bu orni cho'nqur dengizdagi eng vahshiy, eng xatarlik, eng qo'rqinchli ish qilib, angli bo'ladigan bo'lsa ish qilib hammasini eng bo'lib ketgan bir g'oyat zo'r divi qo'g'daydi. Bechara Asir kirib, "Ay hoy" deb bo'g'icha div uni chiqidek urib ketdi. Diviga faqat kuchi yetmagan Asir chiroyli gap toshni eritar degan gapga ishonib, "Hey, men mani appaqay, olamaganda nima qilasan, qavatmamsa" deb o'zining muhabbatga bo'lgan ishonchi, kelgusiga bo'lgan orzu umidlardan ikki kalima so'zlab aytgandan keyin bu maxluq ha bo'pti nima qilsan qil dedimi yoki ozroq samat piyay dedimi bilmadim, gap qilmay ostali chekinib ketdi. Asir bo'lsa oltin orni ilib o'mushli holda shoqiratmadan yinib chiqdi. Buni ko'rgan opsi hayronlikda yig'zachidi. "Voy bolam, kiyiming qizi yarashmabdi." Dal shu vaqtda suvning ostida odamsimon beliqlar bilan qisqushbaqlarning orasida cho'ng ko'lamda jang ilib berilyotdi. Am o'ziga qoyil bo'lmagan har qanday bir dengiz mahsulotlarini ko'zdan yo'qotmoqchi bo'lyotdi. Dal shu vaqtda yerning ostidan rivoyatlardagi g'alati maxluq paydo bo'ladi. Bu maxluqning ustiga minib olgani dal bizning hurmatga sazovar bo'lgan beliq bilan barobar bo'lgan hayvon, ya'ni bizning Asir edi. Asir butkul dengizdagi hayshallarni boshqarish orqali ularni o'zidan har yo'g'on chiqadigan maxluqlar bilan urushga sep qo'yib, moyoqda xalqning bo'g'iz ayoli bilan eg'iz burun yolishib o'tirdi. "Hey Asir, hayvonmisan? Hayvonmisan? Taxtning xotinni tatib ol, oltin ornimi elib ol, hamda taxtnimi elib ol. Odam emaskansan bo'lsa." Suvning ostida o'tirib turganligini his qilgan Asir Jongbeyning notisini kiyib turib, texi rozi bo'lmay bir umr dengizda cho'ng bo'lgan bir qo'saq enisini quruqliqqa ochiqib yaman urib ketdi. "Qalangdan kas o'ltirib et." Yo'q. Gap anglamagan fikr deganni ozroq adablab qo'ysaqli bo'ldi. Nimalar degan bilan biz qarindoshda. Qarindosh biz chin qarindosh biz. Yil biz bir onadan bo'lgan. Esketdim. Bu chaqda xonish otlana paydo bo'lib, bu bechara bolasining beshini silaydi. "Bolam, ikki yilinglar mening yurak parem. Urushmanglar, talashmanglar. Sen uyning kichigi bo'lgandan keyin bo'pti.
Padişahlıqni akang alsın. Avu xotiningni akang alsın. Seni biz jazolab yutayli bolam. Mana uyning kichigi itning kichigi degan o'shu-da. O'zining homini xonish bo'lganligini bilgan Mela qiqos tojini taqab xalqqa leksiya so'zlaydi. Bugundan boshlab maslarning shohingla mushning degini ras. Qizim xonish bo'lgan bo'ldi. Yo'sin podshoh. Og'irg'im kelib qoldik. Kinoni qandoq tugatamiz? Ekran qarab qattiqroq baqirvasangiz bunda kinolar ashunda tugaydi-ku. Bo'ladi. Tugadi! Vay tugadi bu kino! Shuning bilan bu kinorimiz tugadi. Amdiki savol bo'lsa, sizlarcha hayvon bilan Bahubali birga-bir itsa kim futa?